Tez opga mol. Mana. O. Yoqimli ishda. Vaqti o'xshamabdi-yu buning. Tuzi ham pasho buning-a? Ichmayman. Siz hozir men shuncha harakat qilib pishirgan ovqatim просто tak yemayman do'stmi? Ha? Assistència de Xavi, més cap a dreta per a Messi, Messi, No, Messi, 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 immens Messi, encara Messi, encara... Fatality. Assalomu alaykum. Uyda ekanmi? Nima qildi? Ovqatni sho'rdim. Alo xotin, ertalab qilgan ovqating bor, rosa shirin chiqdi-da. Rosa etib qo'ying dedim. Jonim, kechiga mantidan yana qolganmi? Ammam bilan yazdan keldilar. O'chirsasing. Yo, bana yazdan. Ha, nima bo'ldi? Yepti uyg'urbacha, tuzbacha. Yazdan bor, apam meri o'sha keldi. Nimang bo'lsa yo'qshirlaring haymi? Yam uyg'urbacha bu. Ya, bu sakaltini ham telpagi bilan o'g'ildan boshqa hech nimasi yo'q. Ya, qo'lim bu yazdan. Qo'lim o'g'irlamang. Ana uyg'urbacha yazdan mana shu kishimi? Ana aytibdim bu. Yo, yazdan. Zuqqina aytibdim. Ha, bojami. Ziqqimas kuchukday. Vav deydi. Ana shu kishidan. Kuchugi lekin mendan boshqa hech kim o'xshata olmaydi. Yazdan. Pishak. Qani. Apa teorisini aytdimay kelding. Ana shu uy sotasan da yarq pulni menga berasan. Ya sakallang, men qaynotam bergan buni. Menga umuman qizig'i yo'q. Sotasan da berasan. Telefonni qayerdan olding? Erimdan oldim. Yazdan. Ha, men yerdan topib oldim uni. Saniki men. Dada yazdan katang qo'parib ketibdi. Borasan-da pishak deysan, hav qilib ketadi aql. Yazdan shoshmang. Ilang. Ha? Ichkimar. Bu jilli bo'lganmi, bu dadanga qara. Qani aytsa yugurib ketaydi deyona. Ha, pishak. Pishak. Qani? Halo. Yuri. Ho. Sadillo, jigarim, yaxshimisan, jigar? Ey, Sadillo, ko'rishmaganimiz ham ancha bo'ldi-da. Ha, bu jiyani olib o'tinglar bizlarga. Dadani men sadilaman kim yalang'och? Yazdan bilan salom alaykum qilganmi deyman. Sen bu xo'r bu, davay. Yorqanglar. Mayli yazdan sog' bo'lasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, keltiringlar. Eshitmamizni o'g'irlayolmadimi? Telefoningiz joyiga, soatingiz joyiga, uyimiz ularga. Ya. Bobomurod, poza. Qo'paring dada, hammalar mendan olasizlar-ku. Yo, bana yazlar. Assalom. Do'stim, qarochi 20-kuni to'yim. Mana taklifnoma o'tasanmi? Sen meni to'yimga borganmiding? Yo'q. Bormayman deb ham sen to'yingga. Bormoqchiman, o'sha kun kasal. Alo, Jo'ra, yaxshimisan? Yaxshiman, rahmat. Nimaga? Qayerdasan? Lan to'y boshlab qo'ydim, taklifnoma bermoqchi edim. Jo'ra, to'g'risi mazam yo'q, bora olmayman. Sog'lik birinchi o'rinda, bilasan-ku. Mayli. Qizlar olib kir, kayf qilamiz hozir. Jo'ra, to'g'risi bora olmayman, mazam yo'q. Bilasan, sog'liq birinchi o'rinda. Qaytar dunyo ekanda. Bilad. Do'stim, assalomu alaykum. Uzr, tanimadim. Men Shodiyorman. Ahmoq qilyapsan, sinfdoshing Shodiyorman. Ha, jo'ralarga qo'shilmaganingga yuzing esimdan chiqib ketibdi. Demak, to'yga bormaysan. Qarochi, men taklifnoma, to'yimga borasanmi? Bormayman. Ne bormaysan? Ha? Ne bormaysan? Hali uylanmagan bo'lsang, erta uylansang, men ham sen to'yingga boraman. Sen uylanmagan payting kimga qo'shilmagansa, uylanib qo'shilasanmi? Pishta. Kim boradi men to'yimga? Hayt. Nega jo'ralaringiz kelmagan? Chunki hech qaysin to'yiga bormaganman, shuning uchun kelmadi. Yaxshi ham bitta jo'rangiz to'yiga borib, siz davrani zo'r qilib qizdirib beryapti. Bu jo'ram emas bu. Ukam. Aka. Voy, hovlilarni o'rsib ketganini keling, ertaroq turib tozalasangiz bo'lmaydimi? Opajon, oldida uyg'onib, hamma yog'i top-toza qilib tozalab qo'yaman. Men qizli paytimda mana shu hovlida ertalab to'g'rida turib, xo'rozni uyg'otib, keyin boshqa ishlarimni qilardim. Aytinglar. Badyoq, Granatami? Boshqa iloj qolmadi. Ona bunizga foydasi yo'q. Siz nimadir pishirganda qo'shnilarga ham ilining. Ha, olib chiqyapman, opajon. Men qizlik paytimda nima ovqat qilsam qo'shnilarga ilinardim. Hamma meni yaxshi ko'rardi, qo'ling shirin deb. Aytinglar, men qanaqa ahil edim qo'shnilar bilan? Sen menga o'rgatma nima qilishni. O'zim bilaman nima qilishni, tushundingmi? Yordam bering. Sen ola, opa tur. O'zingni biza tomonga supurma dedi, o'zim bilaman haqq supurishdi. Ovqat
qilishni qayerda o'rgangansiz? Men shunaqa mazali ovqatlar qilardim, o'ng qo'limni o'ynatib. Butun mahalla orqamdan ovqatimni maqtab yurardi. Shogirdlikka oling deb. Maqtanglar, gapiring, ayting, so'ylang. Xola sizga nima qildi? Ko'zingiz oching, o'zim qutqarib qolaman. Nima bo'ldi xolaga? Opam qilgan ovqat yeganda keyin shunaqa bo'lib qoldi. Ikkinchi marta shunaqa bo'lishi, opingiz ovqatini xolaga bermang dedim. Atravlina bo'ladi. Zo'r ketdi-da. Buncha vahima qilasizlar. Zo'r ovqat qilaman-ku men, tavba.